Kirib kelgan Ramazon oyi muborak bo'lsa muslimalarim. Ramazonda zo'r retseptni joylashim xolisinglar. Videoga bitta like. Tavaga o'simlik yog'i qo'yib, piyoz, ketidan tovuq go'shti, tabga ko'ra tuz, murch sepib chiroyli qilib qovurib olamiz. Ustidan mayda to'g'ralgan shampinyonni solib suv tortilguncha qovuramiz. Julienning mazasi unga qo'shilgan slivkaga bog'liq. Yugurib Sirni lavka do'koniga bordim. Sirni lavka do'koniga ortiqcha izohga hojat yo'q. Hammasi svejiy. Aytgancha Minskaya marka slivkasini ishlatib ko'rganmisizlar? Ta'mi juda ham zo'r. So'roqlari shakarsiz, hattoki dieta patesiyle ham bo'ladi. 20% ise sous uchun, 33% esa krem uchun juda ham zo'r bo'ladi. Slivkani oldim-u, yetilib tayyor bo'lib pishgan massam ustiga quyib oldim. Julien massasi tayyor. 500 grammlik tayyor xamirni olib 8 bo'lakka bo'lasiz. Yoyasiz va o'rtasidan 2 ga bo'lasiz. Shunda 500 grammlik xamirdan 16 dona Julien somsa chiqadi. Julien uchun maxsus qolipinglar bo'lmasa, folgadan yasab olsanglar ham bo'ladi. Tuxum sarig'ini surib, ustiga kunjutni sepib, pishirish uchun pechga yuboramiz. Tayyor savatchalarimizga Julien qiymasidan solamiz va ustiga eriydigan sirni joylab pechga yuboramiz. Xohishga ko'ra bezak beramiz. Mazali somsa tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.